Do'stlar, videomiz boshidan shapka qismimizni razmerlarini aytib o'tamiz. U burchagidan bu burchagigacha shapkamizning uzunligi 51 metr. Bu joyimiz 8 metr joyimiz 120 chiqqan, qolgan joylari esa 80 dan chiqqan. Bu xonadonimizning ko'cha shapka qismlari bo'ladi. Do'stlar, bu xonadonimizning ichkari shapka qismi bo'ladi. Shapkamizning u burchagidan aylanasiga bu burchagigacha 25 metr chiqqan, razmeri esa 120 sm hamda past ashpka qismlarini ham tungi fonlar bilan bezab berganmiz. Shunda bu xonadonimizni tungi fonning kvadratiga hisoblaganimizda 180 kvadrat atrofida tungi fon ishlatdik. Tungi fonimizning 1 kvadrat metridan barcha rasxodlar ichida 140 ming so'm atrofida qilib bermoqdamiz aziz do'stlar. Shunda bu xonadonimizga 25 million so'm atrofida pul ketdi. Ko'rib turganlaridek bu xonadonimizga oq rangli tunkamiz bilan lentalariga mokriy matoviy svetdagi tunkamizdan foydalanganmiz. Juda ham go'zal. Skromniy, modasi o'lmaydigan fasonlarga tunga mushlarimizdan qilib berganmiz. Sizlarga ham shunaqa sifatli, kачествоli, hamyonbop narxdagi tunga muzbatlar kerak bo'lsa, erkin tunga fonga murojaat qiling do'stlar. Ekranimizda ko'rsatib o'tilgan nomerlarimizga aloqaga chiqib buyurtma bersanglar ham bo'ladi. Inshaalloh keyingi xonadon sizlarniki ham bo'lishi mumkin. Do'stlar, sizlar erkin tunga fon kanalini kuzatib bordinglar.